Salom do'stlar. Bugungi bemorimiz Gulzoda opa. Demak, shikoyatlar bilan, ichak bo'yicha shikoyatlar bilan kelingan 40 kun oldin, 40 kun oldin demak operatsiya o'tkazganmiz. Bularda ham ich qochish bo'yicha operatsiya, ya'ni qabziyat. Laparoskopiya usulida demak ichaklari to'g'rilangan holatlari, ichaklar juda uzayib ketgan bo'lgan hamda necha yildan beri ichiz qotardi Gulzoda opa? 3 yil bo'ldi. Dorilar bilan keltirib yurardingiz. Klezma. Bularda ham qo'shimcha allergiya kuchayib ketgan. Mana shunaqa ich qotish sababli har xil kasalliklar qo'shilishi mumkin bemorda. Kimdadir toshmalar toshadi, kimdadir bosh og'riq, ko'ngillanish va hokazo holatlar bo'ladi. Bularda shu allergiya kuchayib ketgan, terilarda har xil qizarishlar, toshmalar, shunaqa narsalar kuzatilishni boshlagan. To'g'rimi? To'g'ri. Hop, allergologda ham davolanib yurishgan. Oxir oqibat ichakni tekshirishga qaror qilishgan ekan. Demak, ichaklar tekshirilganda shu dolixa sigma aniqlandi, ichaklar уже peristaltikasi pastlagan, doriga o'rganib qolgan. Faqat dori bilan ichni keltirib yurishgan bular. Dori ichmasangiz necha kunlab qotar? Haftalik yurardingiz? 4 kun yo'q, kelmay yurardim. 4 kundan keyin ichaverasiz dorini. Demak, shuning uchun bularda 40 kun oldin mana operatsiya o'tkazdik. Bular qayta ko'rikka kelishdi. Har doimgidek 1 oy 40 kunlarda ichida qayta ko'rik deymiz bemorlarga. Ichaklar ulangan joylar tekshirildi, juda hammasi yaxshi. O'zida qanday holat Gulzoda opa? Operatsiya bo'yiga o'xshayapsizmi? Yo'q, yaxshi. Ancha ham yaxshi. Yengil yurishlar, yengil, bosh og'riq, ko'ngillanishlar yo'q. Ancha allergiya ham ancha pastlarda. Kelishchi? Yaxshi. Dorisiz kelyaptimi yo'qmi? Yo'q, dorilar bo'ldi, to'xtatildi. Juda yaxshi ovqatlarni yeb, mustaqil kunda kelyapti ishlaringiz. Juda yaxshi. Demak, hech qanaqa shikoyat yo'q. Qorin ish, damlar, ishlar yaxshi yo'qadi. Juda yaxshi. Xursandmiz. Gulzoda opa, demak, kuzatuvchilarimizga qanaqadir tavsiyalaringiz bo'lsa yoki maslahatingiz bo'lsa, aytib o'tib ketishingiz mumkin. Biroz. Ya'ni mayli, mana o'zimiz boshimizdan o'tdi, hamma o'zidan o'tgan o'zi biladi. Nurfaqanga rahmat, shunchalik mana sog'lig'imizni ancha nima qildik, qiynalib yurardik. To'g'risi, borardik, kelardik, natija yo'q uyda. Hozir Xudoga shukr, yengil, ancha yaxshi. Bundan buyog'iga ham shunaqa bo'ling, har doim yaxshi bo'lsin. Yaxshi tomonga o'zgarishlar bo'laversin. Mana 40 kun Xudoga shukr, yaxshi qolasiz, yomon emas. Xursandman. Rahmat sizga vaqt ajratib shunchalik gapirib berdingiz. Demak, aziz kuzatuvchilar, har doimgidek, demak, maslahatimiz, tavsiyamiz, hech qanaqadir shikoyat boshlanyaptimi ichaklarda? 3 kundan ortiq ich qotishni boshladi, qorin ko'p dam bo'lishni boshladi, og'riqlar, qanaqadir o'zgarish уже sezishni boshlayotgan bo'lsangiz, bu o'zicha o'tib ketadi, uni ichsam, bu dorini ichsam yaxshi bo'lib ketadi deb yurmanglar. Chunki surunkali formaga aylanib qoladi, oxir oqibat operatsiya bilan tugaydi. Shuning uchun to'g'rimi, yillar yurmasdan vaqtida ko'rining, vaqtida davolanishga ulgurib qolasiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.